qilay deysiz? Hal qilmoqchi musobaqa boshlashdan burun vaqtingiz bormi? Sizni tezlab bitiramiz. Tez o'rningdan tur. Uyqung qandingmi? Bugun toza mijozim yo'q. Bugun Velning shirkati kechki ziyofat o'tkazdi. Men yordam qilmasam bo'lmaydi. Tam uchur yo'llabdimi? Sening Damla Betty bilan uncha yaqin o'tib-qolganingni bilmabdiman. Kechirgan. Hozir bu muhim emas. Albatta muhim. Sening bundaq turganing ko'ygim. Mushundaq yotgandan chiqmay yetaveradigan bo'lsangiz, hamma bir kuni mumiyoga aylanib qolasiz. Men bundaq bilan tuzib qo'ydim. Biz avval Dengiz sahili klubga berib mashq qilamiz. Andan choy savdona boramiz. Qaysi chiroyli ekan. Vel bilan ne kostyum qurildi. Ne ko'ydimi? Uning yo'qolib ketganiga 4 kun bo'ldi. Ammo bu kechki ziyofatning dadasi uchun qanchalik muhim ekanligini biladi. Shunga u ziyofatga cho'qim boradi. Ya'ni yilqi qisas arg'uchi yo'llabdimi? U cho'qim ro'ni to'g'rimi? Uni qartizimga kirgizib o'tdim. Shundaq. Men bu yerga kelganmay hamma odamni bezor qilib qo'ydim. Sen qaysi kiyimni kiysan? Mashinani undaq aylantirish asla mumkin emas. Shundaq aylantirib bo'ladi. Qo'ltorimizni tortib, rolni 15-20 gradus, orqadan so'lga 60 gradus burilsa bo'ladi. 20-60 da maxfiy murg'a o'xshab qoladigan. Siz kechki ziyofatda onnani ahmoq qildingiz. Qayerga bordingiz? Menga ehtiyojli birisini qishig'i bordim. Men tek o'zimni sizdan birdan bir sanangiz deb ko'ribdim. Bu kinoning to'liq qismini Kino 105 sonini qo'shib 34 raqamini yo'llab ko'ring. Bu kinoning to'liq qismini Kino 105 sonini qo'shib 34 raqamini yo'llab ko'ring. Sizning bugun qilganlaringiz to'g'ri bo'ldimi? Bu faqat bir qatimliq kechki ziyofat emas. Biz bir oylik kishilar tunji qatim birga qatnashgan ziyofat edi. Boshqalarga yomon ta'sir qoldirsa hargiz bo'lmaydi. Dadangiz ustingi qavatga chiqib o'zingiz tushundiring. Hozir chiqma. Musobaqa mashinasi shofiri mashina yuydigan xizmatchiga aylanib qoldi. Restoranga berib mulozimlik qilaman texi. Tamaki chekamsiz. Shu ozg'ina mening joyingizni o'ltirmasligingiz kerak. Hay, yaqin kelmang. Siz menga yaqinlashmaydigan bo'lgan esingizdami? Ammo qarab tursangiz bo'ladi. Amerika agavariga chamsiz. Hay qadrliga. Hay. Bu abjaq mashinani yuvib yuriysan-ku. Men seni bir hayron qoldiray deyman. Nima, av mashinani beramsan? Yo'q, u mening mashinam. Kep qapsiz-ku. Sizlar so'yisam bo'ladi. Men parvo qilmanglar. Sizni ko'rganimdan nihoyat xushalman. Men mashinani yuvvatmasam bo'lmaydi. Boya mashinani. Bo'ladi. Yuring, sizni o'jiringizni boshlab baray. Bo'ladi, sal turib ko'rishaylik. Oh, yo'q, unda qilmang, o'tinib qolay. Yo'q, yo'q. Nik, biz avarchilikqa uchirdik. Hozir siz tashabbuskorlik bilan menga yaqinlashyapsiz. Yo'q. Chunki mening yigitim, burungi yigitim keldi. Ham siz avarchilik uchrabsiz. Men uning ishkimizning so'yishgan suratini avatib qo'yay. Ha, rost. Haliqi suratida biz rost shunday suratga tushgan. Undaq bo'lsin bo'pti. Agar u sizni tunib olsa, bu ishni opamga deb qo'ydi. Noa. Hey, uy. Noa. Xijil bo'lmay bu yerga kelganingizga ishongim kelmayapti. Men sizdan kechirim so'rag'ili keldim. Kechirim so'rag'ili? Kechirim so'rag'ili keldi. Mening Bettiga boshqa g'arizim yo'q, shu chog'da sizni bek seg'inib ketgaydim. Uninga qarab siz yodimga kelib qoldingiz. Sizni seg'inib orangutan yodimga kelib qolgan, ammo men berib orangutan bilan so'yishmadim. Noa, bilmayman. Men haqiqatan bir ablah. Har qanday jazo uchursam menga haq.